Ömlük sadası. Salam ekrandagi qadrli ko'rmanlar, shu tap ko'rayotganinglar Beijing Yipak yo'li Ömlük madaniyat taraqtish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Sarkar uy jaziri chekish shirkati shundaqla Aptopparas tor savdo bozori alohida qo'llagan Xili Jishing, ya'ni Ömlük sadasi programmasi. Men riyosatchi Mahina Rozi. Bugungi programmamiz intayin rangdar elib berilmoqchi. Undaqda bugungi aziz mehmonimiz zodi kimdir? Ekran orqali tanishib chiqamiz. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Cihan küldü inaqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Kanat kalktı armanımız elip endas. Kökte uçkan bürkütlerning parvozidir. Ömlük bizning nişanımız, armanımız. Ömidaqlıq yollarının karvanımız. Yalqıllaydı qalblərdə karvan mikri. Kucağı açqan bizge güzel devranımız. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Qarshi olamiz. Xush kelibsizlar ada. Rahmat maylar. Shunchalik xush bo'ldim. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, bugungi bizning qimmatli vaqtini ajratib qadam tashrif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Urumchi televiziya stansiyasining g'olliq ovoz artisti, o'zining chiroyli ovozlari bilan, go'zal naqshlari bilan bizni o'ziga jalb qilib kelayotgan talantli naqshchimiz Dilara Abdushukur. Rahmat. Ada, ekrandagi ko'rmanlarga bir salom berayotgan qani. Salom ko'rmanlar. Men mush Ömlük sadasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xush bo'ldim. Rahmat ada, Yaxshimisiz, biz maylar? xush bo'ldik. Hayajonlanib turibdiman. Bizning Ömlük sadasi programmamizda nurg'un savollar bor, javob topamiz. Ham shundaqla go'zal naqshlaringizdan huzurlanamiz. To'xtamay yangi chiqayotgan naqshlaringizdan huzurlanib turibdimiz. Oldi bilan shu yangi naqshlaringiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz ada. Rahmat, singlim rahmat. Dilara adam, ko'rmanlarimizga ma'lum bo'lgandek, bizga shu kichigidan boshlab naqshchi bo'lib to'linib kelyapti. Ammo parda orqasida turib, izchil kino televiziyadagi go'zal ovozlarning obrazini yaratayotganligini yana nurg'un ko'rmanlarimiz bilmasligi mumkin. Bu savollarga saltirib yana javoblarni topamiz. Undaqda Dilarada xizmat tushkili qanchalik bo'ldi? Men xizmatga tushgili 12 yil bo'ldi. Hmm. Maktab bitiriblam, praktik qildim, boshqa o'zimning yaxshi ko'rgan ishlarimni qildim. Ondan ma'lum sabablar bilan 3-4 yil xizmatga chiqadigan vaqtim o'tib ketib qoldi-da. Shunga men 2010-yili 1-oyning 1-kundan boshlab Urumchi televiziya stansiyasining ovoz bo'limida ovoz artist bo'lib ishladim. 12 yil bo'lay deb qoldi. Ovoz artistlik xizmatmi haqiqatan bizdan ko'p mas'uliyatlarni talab qiladigan bir xizmat. Albatta naqshi aytishmi shundoq, aytgan naqshlarimizning go'zal bo'lishi uchun qattiq tirishmasak bo'lmaydi. Har bir aytgan naqshlaringizdan huzurlanib yaxshi ko'rib anglayapmiz. Ikki kasbni tang elib menish jarayonida balkim vaqt o'rinlashtirishlarda nurg'un jafoliq ishlar bo'lishi mumkin deb o'ylayapman-da. Albatta vaqt jihatdan emas, nurg'un jihatlarda qiyinchiliklarmi To'g'ri. bo'ladi, lekin bu ikki kasb yana bir-birsiga yordam berdi ekan-ku. Yaqin keladi ha. Yaqin keladi ha. To'g'ri. Ikkisi bek yot emas. Hammasi mush mikrofonning oldida bo'lgan kasb To'g'ri, bo'lgan to'g'ri. ekan, ovoz bilan bo'lgan kasb bo'lgan ekan, Mm. o'zim bek yaxshi ko'rman. Ikki kasbingdan birini tanla desam, men haqiqatan tanlayamasligim mumkin. Ikkilisini Voz kechgimiz kechamayman. kelmaydi. Xuddi ikki bolamning qaysini bakrak yaxshi ko'rsa degan savolga javob beramaymiz-ku. To'g'ri. Ikki farzand bola ikkilisini yaxshi ko'ramiz degandek. Shunga hamdi ovoz berishni desak balkim nurg'unlagan turdoshlar meni cho'ng bo'lgandan keyin ovoz mush kasbga kirishga o'xshaydi deb o'ylashi mumkin. Amaliyotda men kichigimdilla naqsh aytaman, buni tomoshabinlar biladi. To'g'ri. Bola cho'lpon bo'lib, maktab naqshchisi bo'lib yurgan. Lekin shu chaqdan boshlab mening do'rash mahoratim botdi. Hmm. Ammo buni yani azroq bir xijil bo'lgan yerim bor o'xshaydi ekan. Cho'ng sahnalarda buni olib chiqolmagan. Faqat Do'ra naqshlar san'ati? aytib, Aha. do'ra san'atini mushu ma'lida bolalarni yig'ilib, ondan tuqqanlarning, mushu urug' tuqqanlarning o'tirishida, yig'ilishlarda mushundaq hayvonlarni, ondan kinolardagi kichik qizlarni, mo'maylarni do'rab, ashuna do'ra aytdim. Hamda faqat do'rash, ovozda do'rash emas,
bütün beden, chiroy, mimikamdan tartib o'shani do'raydim. Hozirmi do'rayman. Albatta. Buni men do'rab berganlarni biladi. Lekin shunaqa o'zimning mijozimdagi ozroq bir gap ichilmadimi? Mushu sahnalarda toza mushu martin Do'rash kelgan vaqtda. bir kuni bir portlab chiqaman mana Bir do'rayli edi. Bugun do'rib yetamdiq ya. yo'q ayri sizmi ko'rgan qo'ni Kelgan. Ko'rmanlar shundoq ko'rsatgim kelib yo'q buni biza vaqti bor demoqchi bo'lganim hamda oxirida yana gapimizga kelsak naqshi aytishmi hamda kichigimdan tortib menga hamroh bo'lib kelgan naqsh aytishni bak yaxshi ko'raman ko'nglim xush bo'lsin yakimiz ko'nglim yerim bo'lib qolsin naqshi aytiblam bu xadan chiqaman qo'zadi Demak, bu bir muhabbat. Har ikkilisiga bo'lgan muhabbat bo'lg'achqa vaqtlarni yaxshi tanishib, kontrol qilib, mana har ikkili kasbingizni tashlab qo'ymay etmayapsiz. Yana oilada night layoqatli bir ona, ikki bolaning o'tida kuyib, bolalarning o'qish uchun nurg'un jafolarni chekyapsiz. rahmat Atrofing'izdagi sizni qo'llayotgan do'stlaringiz, sizni qo'llayotgan bizga o'xshash ini sing'illaringiz albatta bundan keyin texmi yaxshi naqshlarni, texmi yaxshi ovozlarni ro'yobga chiqarishingiz uchun ko'nglimizni tilakdoshimiz dilarada. rahmat Savollar bak ko'p, bunlar oxirlashmaydi, tilaklarni tilvarsam bo'g'a o'xshaydi deb o'ylaganman. Albatta, oldi bilan naqshingizni birni anglaylik. Bugun qo'rqib kelmaysiz ishini. albatta bu programmaga necha qatim vaqtimni chiqaramay vaqt udil kelmay Qoldi. Ha. kelamay qoldim shunga bugun hamda mushu Livaniyalar nomli turdoshlar yoqtirib anglagan Bek güzel bu naqshi. naqshidan sizlarning dil aramanglar sunsam Ajab yaxshi. Tiningda bo'lsa, marhamat edi. Ömlük sadası Ömlük sadası İki toşkan at seni bir nima haber seni bir nima haber seni Acep içim ağrıydı Yolda yalnızıma seni Acep yürek ağrıydı Yolda yalnızıma seni Yukarıdan tüven bari bana Men yani küre geldi Yarım ne kürep geldi Çırayığı bir kara Bu candan toya geldi Almanarın kandayma Söygen yarın ben dekma Almanarın kandayma Söygen yarın ben dekma
o'ynaydi voy tal chiviqni ot eti bir bal yığlaydı vay öz yurti niyat eti vay liven yalan ah değmen yana değmen girip bulgan yığlayman ah değmen yana değmen girip bulgan yığlayman Ömlük sadası. Ömlük sadası. Rahmat bularada. Men bek talaylik his qildingizmi da? Sizlarga o'xshash naqshchilarimizning naqshlarini naq maydonda o'tirib anglayman. Nima degan huzurlik ish bu? Rasla, tirishchiligingizmi bor? Shunga o'tira oldingiz ayada. Rahmat dada, rahmat. Unda bo'lsa, bunda bir ish bor. Bizning Ömlük sadasi programmamizni yoqtirib ko'rayotgan ko'rmanlarimiz ham shundaqla mayli to'y yillarida bo'lsin, mayli boshqa tashviqot vositalari taqatgandan keyin nurg'ulg'an mastonlarimiz bor. Bu mastonlar albatta sizlarning mastoninglarchu. Sizningki Ömlük sadasi programmamizga kelganligingizni anglab, nurg'ulg'an savollar tushibdi. Shu savolni mushu bizningki xili jishin talay sanduqimizdan chek tortish orqali olamiz. Qanday savollarning chiqishi ham sizning ta'miningizga bog'liqchu. Bek Bu yerda qo'rqinchli savollar chiqmaydigan o'ylab bu. boqmagan savollar bo'lishi mumkin. Ham shundaqdimi? Tanlab boqayli. Shu savollarga bir javob izlab boqayli. Bulamda da. Qani. Ovozdan O'zim alaylik. tanladim. Ha. Men o'zim so'rayman, lekin. Tanlab berasiz, men so'rayman. Birinchi savol. Dilarada biz kichik vaqtlarimizda sizning kichik turib sahnaga chiqqaningizni ko'rgandik. Tunji bo'lib sahnada aytgan shu balla naqshlaringizning tunjisi qaysi deydi? Sahnada o'rilganini dey. Ha. Sahnada tunji bo'lib o'rilgan vaqtim mening yezam chiroyli degan bir naqsha. Qaysi naqsh vaqt bir ko'p angligim kelyapti. Dehqonlari tök bekar, avlodlari baxtiyor, ma'rifatning haddi bor, mening yezam chiroyli. Oy, undan boshqa yana Ondan bir necha naqshlarimiz bor. aytarim g'unchilari o'zimizning jurnili, qo'nib ilib qish kabi qo'limizga har kuni bizga baxsh etasan xushalliqning payzini. Mush naqsha. Yurtimda bir daryo bor. Bu naqshinimi o'tir maktabning to'liqsiz kelib birinchi qolmo. liqa. U xeyli cho'ngib ketgan aytgan naqsham o'zimcha. Ana daryo degan bu naqshini Ha. to'liqsiz birinchilik vaqtimda aytdim. To'liqsiz birinchi liqa. Yurtimda bir daryo chiroyli. bor, suyi suzuk osmondek, mehri bilan u meni o'stirar o'z onamdek. Boshlang'ich ketdim men hozir. Aboy qanaqshni unda bo'lsa boshlang'ich vaqtingizmi? Tuncha U aytdingiz. boshlang'ichdagi vaqtlarima. Lekin men hozir faraz qilsam, amdi o'qishtyapman. Shu vaqtlarda bolajonlardan bir nechalarni biz tanıydik, lekin keyin yoshlarning naqshlarini aytib chiqqandan keyin o'qishdanmay qoldik-ku orliqda. Bir muncha vaqtlar o'tgandan keyin. Orliqda nurg'un ishlar olib ketdi. Ikki oylar degandek. Ikki oylar olib ketdi. Unda bo'lsa, ikkinchi savol kelaylik. Qani. Buning ichida bir 30 savol bor-ku. 30 savolning ichidan 30ning hammasiga javob bermaydiganmi? Ya. Mayli lekin. Dilarada siz qaysi tanarka turini yaxshi ko'rasiz deydi. Men tantarbiyaga qiziqaman.
Ben jügreshga bek amraqdim. Ha. Jügresh musobaqalarida natija olatdim. Birinchi Qizlar bo'lolmaydim. yugurishni pek yaxshi ko'rib ketmaydi. Ben yaxshi ko'radim. Ondan futbolni yaxshi ko'radim. Futbol o'ynashga hamda sharoit bo'lmay qoldi. O'g'illar o'ynaydigan tanarkat bo'lg'ashqa. Lekin ko'rishni, shu futboldagi shu qizg'inlikni bek yaxshi ko'radim. Ondan hozir cho'ng bo'lgandan keyin suzishni yaxshi ko'raman, lekin suzgan vaqt yo'q. Uzalamsiz su. 50 metrlardan keyin cho'kib ketishim mumkin. Undan hozir ma top musobaqalari bo'lib qolsa ko'rdi ekansizda. Ko'raman, o'g'lim bilan birga o'ltirib, shu ba'zida ras ichimdan shu cho'ng musobaqalar bo'lib qolsa, masalan, davlatimiz komandalarga bugun madad beramiz jumi, bolam chaqqan topshiriqni ishlayotgan, bugun bizning komandalar musobaqa o'ynaydi deyman, televizorni ichib qo'yib, andan shu xalqaro musobaqalar bo'lsin, o'g'lim ikkimiz birga o'ltirib ko'ramiz uyda. Bu yaxshi ko'rish o'xshamaydi. Yaxshi ko'rish o'xshamaydi. Andan qisqa yugurishlarda asosiyatan natija olgan. Shu tantarbiyadan shu yugurishga qiziqadi ekanman. Xo'sh, 3-savolga o'taylik. Üçüncü savolimiz. Dilarada sizning atrofingizda shunchalik sizni qo'llaydigan, yaxshi ko'radigan do'stlaringiz bor, har qatimliq chambraklaringizdan ko'rib turamiz. Shu do'stlaringiz bilanmi ancha sonda azarlashib qolamsiz? Agar chanda shundoq bir ishlar bo'lib qolsa, siz qaysi xil usul orqali hal qilasiz deb. Demisimi amdi mushu atrofimdagi mening suyimli do'stlarim, biz bir-birimizga bak kuch beramiz, bak madad beramiz. Shundoq. Amdi uzoq yil do'st bo'lib ketdik bular bilan. 20-30 yil bo'lib ketdi ham. Yeshimni hisoblamasanglar bo'ldi. Taki boshlang'ishdan hozirgacha qadar yoki bo'lmasa o'tir maktablardan keyin mana do'st bo'lishib, haqiqiy bir-birimizni tushunib, kuyunishib shunaqa do'stlarim bor. Hamda bu do'stlarimiz bilan urushib qolmaymiz desak yolg'on gap bo'ldi. To'g'ri. Urushib qolamiz. Urushib qolgan chaqlarda naytdi ikkala taraf o'zimizni tutib olamiz, o'ylanamiz. Ondan qarshi tarafning biror ideyimizni o'tmasa, shu zaman deymiz. Men ishni men bunda o'ylagandim, adash, sen bunda qilib qolding, nemishqa bunda o'ylading? Bizning faqat azarlashib qilishimiz o'zimizni o'ylab emas, qarshi tarafni o'ylab, qarshi tarafning maydon turib, "Sana bunda qilsak yaxshi bo'lmaydi" degandek azarlashlar bo'ladi. Buning uchun chuqum do'stingizni yaxshi ko'rishingiz, haqiqiy chin yuragingizni berib turib, haqiqiy do'st bo'lishingiz kerak-da. Hamda bundaq bir gap bor. O'zimiz tanlab olgan qarindosh ekan-ku. To'g'ri. Masalan, qarindoshni tanlab olmaymiz. Apamiz bizga birini tug'ib beramdi, qiz tug'ib beramdi, o'g'il tug'ib beramdi, akimi, ochimi, enimi, singil bilmaymiz. Lekin qarindoshga biz chidamaymiz. Qarindoshga biror ish bo'lib qolsa, biz yuragimiz og'riydi. Aslimizda aktivitamiz, shaxsan men shundoq. Ammo do'st degan bu dunyoga kelgandan keyin biz aqlimizni topgandan keyin haqiqiy o'zimiz tanlab olgan qarindosh bo'ldi ekan. Shunga oldi bilan shu do'stlarimiz bir-birimizni yaxshi ko'rib bir jam bo'ldik. Undaq savalliklar o'tib turdi. Sen bundaq savallik o'tkazding deb qarshi tarafni ayiblash emas, uning bilan yaxshi paranglashib yiqish. Uning bundaq qilishi cho'qim bir sabab bor deyish orqali shunday qilamiz. Ondan aramizda ajoyib suyimli do'stlarim bor. Bular ishlarni o'ngshaymanmi deb turdi. Men ba'zida shaxsan shu bizning suyimli faxrlik riyosatchimiz Shamsiya Abaydullah, ondan o'maq riyosatchimiz alning Kayshingosi deb qo'yamiz. Suyimli riyosatchimiz bek suyimli Gulshan Mamat Tursun. Shu ikkisini deyman, sizlarni opanglar bek oz tug'ib qo'yibdi ekan. Asli 10-20 dan tug'ib, shu butun Shinjang chechib o'tgan to'qchunda yaxshi suyimli ishlarni men boshqalar qisnib ketib borman, bu do'stlikni deb ketaman. Shunga hamda oraliqlarda do'stlar aramu vaziyatni o'ngshaydigan. Aning yaxshi gapini, mening yaxshi gapini eklib, hamma odamning yaxshi gapini bir-birisiga yetkazib, yomon gapini ichida yutib yetib, shunday ishni o'ngshaydigan, shunday bir ishga do'st bo'lsa, bu texim ta'lingiz bo'ldi ekan. Shunga do'stlar ara urushib qolmaymiz deyamaymiz, lekin vaqtida ablashib olamiz, keng qo'saq bo'lamiz. Do'stliklar uzunga davomlashsin, hada shunchalik suyundim. Savolni davomlashtiraylik. Bir ikki savol men so'rasam, men tanlab olsam bo'lamdi?
Çoxum özünüz tanışın. Aman şunun içindeki sualgı. Lekin 30 sual var. Bundan bir 5-6 cevap versek Açtırma. bulunucu. Mayli. Mayli ma? Siz qanday qilsangiz mayli. Ama men soraydı ekanmanchu. Ovoz filmlarda rol taqsim qilingan vaqtda yoshlarning ovozi ko'proq taqsim qilinamdi sizga yoki cho'nglarningmi debdi. Mo'maylarning ovozi chiqmi yoki? İdarda A. Shu rejissorlar rol taqsim qilgan vaqtda men asosliqi agar shu filmda kim eng ask bo'lsa shu mening. Kim eng qiyri bo'lsa shu mening. Hozir yana bir yangidan bir singlimiz keldi. U kelgani uning ovozim cho'ng ovozchu. U singlim kelganiga yaqin men sal qutlib qoldim. Cho'ng ovozlar. Ovozlar meni u chiqib birinchisini shu oladi. Andan yana bir yondashlarga men kelamanda. Ammo shu bek salbiy bek achchig'i yomon urushqoq ayollar mushundoq g'ayri alohida salbiy obrazlarga asos jihatdan men ovoz berman. Ko'rmanlarimiz o'ylashi mumkin. Bu xarakterimi tushmayotsa, hozir o'ylasak ovozi uningga tushmaydigandek his qildik deb amaliyotda men mush kasbni qilyaptim. Salbiy obraz cho'nglarning ovoz bek tasada. Shundaymi? Bek tas. Yaratmoq bek tas. Hamda mesela salbiy obraz bizning ishimizga o'zimizning ovoz bilan bo'lsa, yana uni ochiq bilan, hissiyot bilan chiqarib yetalaymiz. Salbiy cho'ngroq mo'maylarga ovozni cho'qim besib qayirtib turish bilan birga yana hissiyot. Yana u mo'maylardagi mesela mo'maylar palanch apa desam işte qilaman demaydi. Oshnadagi inchik hissiyotlarni tatib boshini tahlil qilib turib bermasak, yana qalbilik chiqmaydi-ku o'rol. Shu hamda netchiga bilimiz qoldini, ko'zni, eg'izni. Mana bu sizning ovoz kasbidagi talantingiz-da. Rahmat, sizmi bek yomon ovoz artisti. Rahmat ada. Men davomli tanlaverdim. Siz tiqilmadim. Na. Shunchalik ko'rmanlaringizning, sizningki masdallaringizning yaxshi ko'rdigan ham so'rashga intizor bo'layotgan savolning birisi bor ekan. Dilara adam qaysi tomoqni yaxshi itidigando uyda? Yana qaysi tomoqni yaxshi ko'rib yeydigando debdi. Voy, lag'man deganni. Tatib qolaman 120 metr. So'zib 60 metrdan bilib yeb qolamiz. Nimdayman amdi? Men tomoq yeyishni bek yaxshi ko'raman. Mening eng o'xshitib itadigan tomoqim polo bilan lag'man ondan juvava. Nurg'ulg'an ko'rmanlarimiz mushu naqshchilarimizni, san'at sohasidagi aldirash cho'lponlarimizni balkim oilalarda tomoq atmasligi mumkin yoki etamasligi mumkin deb o'ylab qoldi-ku. Demak, Dilarada ajoyib o'xshatadiki tomoqlarni jiq anglagan men. Boyaqi savolga kelsak, nima tomoqni yaxshi ko'rib yeydi? Men shu go'sht bilan polo. Tamam, go'shtni yaxshi ko'ramsiz. Bugungi ikkinchi naqshingizni anglaydigan damga keldik ada. Bo'ladi, undaq bo'lsa, bugun sizlarga yangi naqshamdan birini olib keldim. Ajab yaxshi. Bu bo'lsa-mu, usulluq kuylardan Janan bo'lay. Ajab yaxshi. Unda bo'lsa usulluq naqshi bo'lgandikin ada, saknin sizga qoldiray. Men yonda turib naqshingizni huzurlanay. Ma'qul. Qani, marhamat. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Yaşlarımga anlasam Ketküdek hem canıdın Hem de kıyap bakmasam Buptu aşık bir yigit Çaşlarımga anlasam Ketküdek hem canıdın Hem de kıyap bakmasam Çaşlarımga köy geçe Sözünü etsun dedim Çaşlarımga köy geçe Sözünü etsun dedim Şirin candın keşküçe Qadrimga yetsin dedim Shirin jondim kesh kucha Qadrimga yetsin dedim Qalbiga
sadası. Rahmat, bularda yip-yangi naqshingizni qilichi shing saklimizni so'qig'iningizdan bak xush bo'ldik. Suyundik. Rahmat. Bularda savolning oxirini bir so'rayta ya. O savoldan hozir bir 5-6 so'rabdimiz, yana ba'zi muhim savollar kelib qolmasin deb o'yladim. Bunda debdi. Siz mamlakatimizdagi qaysi naqshchini eng yaxshi ko'rasiz debdi. Memleketimizga naqshchilardan sunnani yaxshi ko'rganman. Nimishqa? Menga bak pishqan naqshchidek ta'sir berdi. Men mashta bo'lsam deb o'ylayman. Kasbiy kamolatga yetgan naqshchi mening nazarimda. Chunki men uning naqshlarini anglab, inchki yerlardan tatib tahlil qilib baqqanchu, ondan ovoz bak chiroyli. Demak, o'zimiz yaxshi ko'rgan shu naqshlardan ba'zi bir ahang bo'lamdi yoki naqsh etish uslubi bo'lamdi, bir ulgi qilishmi bo'ldi ada? Albatta bo'ladi. Yana bir savol. Apla. Qanday? Mana bir savol chiqdi. Dilarada yaqindan beri ekranda sizni ko'rgan vaqtlarimizda eng o'zgarmaydig'ini chechingizning rang. Bu rang tabiiy emasdi debdi. Yo'q. Bu chechimning rangiga qiziqadiganlar bakchiq. Mayli mushu doyin sporlarda bo'lsin, Ha. boshqa taratqularda bo'lsin, chechingizning rangi, chechingizni qanday bo'ygan deb savol so'rashdi. Bu chash asli qaramtul chash. Bu chashni mushu 10 yilning oldida bir ayliqi tal bo'yash bilanlam mushuna bo'lib ketgan. Arliqlarda bir ezib qilib boshqa ranglarga bo'yab baqqan bo'lsam-mu, atrofimdagi do'stlarimning, andan mush yaqin yo'riqlarning ay och burun chechingiz yarishdi degani bilan mushtaq bo'ldi. Bu chashni ayliqi orasidan ilib qo'ygandan keyin ba'zi oqchashdekmi ko'rinib qoldigan o'xshaydi. Bir qitim men ash bozor cho'glatib qarsam bir ayol "Ey balam, naqshingizni bek yaxshi ko'rib anglayman, lekin chechingizga bek boldir oqkir ketibdi" deb başdan dedi cho'ngroq bir apash. Deb men shu deblam ketib qoldim. Amaliyot unday emas. Shu o'zim mana bo'yib olgan chash. Endi boshqalar yarishibdi deganlik uchun mushta turaverdim u. Lekin bek tushganda sizga qita yarishib ketgan. Agar bo'lmabdi desa, kesib o'zgarsam ketay. bo'ldi deb. O'zgartiblar. Shu qap-qar bo'yitaymi ya. Yo'q. Musholatni shunchalik yaxshi ko'rdik. Hammasi shu sening chechingning xasligi shu. Endi senga yarishidi deganlik uchun o'zgartmay ishlab turaverdim. Ada. Bizningki shu xilichi shun talay sanduqimizni aqtirsam abay degandek 20-30 savollar yig'ib ketadi, nurg'unlagan savollar tushib ekan. Ammo vaqt nasiti bilan Bayden shu chek tartib tatgan savolimizni vakil xarakterli savollar deb turaylik. Oxirida anglig'im kelyapti. Balkim sizning bu mayli ovoz kasbida bo'lsin, mayli naqsha sohasida bo'lsin, go'zal orzularingiz bo'lishi mumkin, planlaringiz bo'lishi mumkin. Anglasak. Go'zal orzular bor. Jiq. Endi kasbiy jihatda mushu naqsh sohasida mening endi suratni sal tezlatgim bor. Chunki bay deyishgandek arliqda men mushu ovoz berish kasbi bilan bo'lib ketib, oila, bola deb naqshiga jiq kuch chiqaramay qoldim. 3-4 yil bo'ldi men amday to'xta. To'g'ri. Men yuragimdagini bir aytib baqay. Mush kasb ovoz berib o'tib ketmay, men kichigimdan naqshyotgan bir naqshchigu deb midravat qilay. Bu midrashmi texi mush yaqinlarimning shu madad berishi bilan, meni ishtirishi bilan bo'layotgan ishlar. Lekin amdi o'ylab men bu kasbdan hamma voz kechamagandan keyin suratni sal tezlatib, sifatni texmi yaxshi tutib, texmi yaxshilagan naqshlarni keng tomoshabinlarning huzuriga sunug'im bor. Buningda ijodiy naqshlarmi bor. Ammo men yana shu burunqi o'zimizda bor naqshlar bo'lsin, andan klassik naqshlar bo'lsin, mush naqshlarni texmi bayqi livayalarga o'xshash ko'plab tomoshabinlarga sunug'im bor. Andan ovoz artisti hamda bu jihatdimi yana idoraning barliq o'rinlashtirishiga yaxshi bo'ysunib, nimaga rol bo'lsa menga shu rolni o'tishda yaxshi chiqib, idorada bir kishilik hassamni qo'ysam, shu idoramning yuzini yo'riqsam degan umiddaman. Güzel arzularingizning ro'yobga chiqishi uchun ko'nglimizni tilakdoshimiz. Yangi naqshalaringizga har vaqt taqazomizda. Undaqda xilichi shing programmamizning bugungi sonini mushada oxirlashtiraylik. Eng go'zal tilaklarimiz sizga yo'llandi, qabul qiling. Rahmat, singlim hammamizga birga bo'lsin. Rahmat.
Xo'sh, ehir oldidagi qadrli ko'ruvchilar, bugungi Önlük Sadası programmamiz mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi san programmamiz ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Jahon kuldi inoqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andas. Ko'kda uçqan burgutlarning parvozidir. Önlük bizning nishonimiz, armonimiz. Inoqlik yo'llarining karvoni biz. Yolqinlaydi qalblarda darvon mikri. Quchoq ochgan bizga go'zal davronimiz. Önlük bizning nishonimiz, armonimiz. Inoqlik yo'llarining karvoni biz. Yolqinlaydi qalblarda darvon mikri. Quchoq ochgan bizga go'zal davronimiz.